Sedanachi tabobat markazidan Prostamix mahsuloti erkaklarda uchrovchi prostata bezi yallig'lanishi, prostata adenomasi, jinsiy zaiflik muammolarida qo'l keladi. 100% tabiiy bo'lgan Prostamix hech qanday nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi. Muammolaringizni bartaraf qilishga yordam beradi. Halol sertifikatga ega turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiyasi. Hoziroq 55 kodi bilan 503 2200 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, mutaxassislardan eng yaxshi tavsiyalarga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaning Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressidagi eng og'ir vaznga ega tarafdorlardan biri bo'lmish. Asli ukrainalik bo'lgan kongresswoman Viktoriya Sparts 7 aprel kuni Zelenskiyga Qo'shma Shtatlar nomidan rasman tinchlik kerak bo'lsa urushda Rossiya qo'l ostiga o'tgan yerlardan voz kechishni maslahat bergan. Viktoriya Spartsga ko'ra Zelenskiy urush boshidan buyon katta xatoliklarga qo'l urdi va Ukrainaga milliardlab dollar berayotgan Oq uy uni kechirdi. Biroq endi unday bo'lmasligi aniq. To'g'rirog'i Zelenskiy endi kechirilmaydi. U Trump boshlagan tinchlik muzokaralarini yana barbod qilishga urinmoqda. Aslida Zelenskiyning vazifasi xuddi Putin kabi o'z qo'shiniga Rossiyani energiya obyektlariga zarba bermaslikni buyurishdan iborat edi. Ammo Ukraina armiyasi 18-mart kunidan beri bir kun ham Rossiyaning energiya obyektlariga zarba berishdan to'xtagani yo'q. Va endi Kiyev Putinning javobiga, to'g'rirog'i jazosiga tayyor turishi kerak. Zelenskiy esa muzokaralarda faolroq bo'lib, Putin so'ragan hududlarni unga berishga tayyor ekanini bildirishi shart. Faqat shundagina bu urush o'z yakuniga yetadi. Endi Germaniyada boshlangan o'quvchilarni urushga tayyorlash bilan bog'liq dasturga aloqador xabarga yuzlanamiz. Handelsblatt agentligining axborotiga ko'ra 7 aprel kuni Germaniya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdagi maktablarga tirik qolish darsini kiritishni taklif qildi. Unda esa o'quvchilar katta urush boshlangan paytda qanday qilib tirik qolish va dushmanga qarshi qanday kurashishni o'rganadi. Handelsblatt agentligining urg'u berishicha, agar Germaniya Fan va Ma'rif vazirligi Ichki ishlar vazirligining ushbu taklifini qabul qilsa, u holda Berlin Adolf Hitlerni davriga qaytgan hisoblanadi. Negaki nemis maktablarida o'quvchilarga odam o'ldirishni o'rgatish xuddi shu Adolf Hitlerni davridan boshlangan. Endi tinchlik shartnomasi imzolangandan keyin ukrainalik migrantlarni qayerga borishi bilan bog'liq yirik muammoga oid xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Evraktiv agentligining qayd qilishicha 7 aprel kuni Yevroparlamentda ukrainalik migrantlar masalasi ko'tarilgan. Undan ma'lum bo'lishicha, Yevropa Ittifoqi o'z tarkibidagi davlatlarga qonuniy tarzda 4,3 milliondan ortiq ukrainalik migrantni qabul qilgan. Qiziq tomoni shundaki, ularni bari urush tugashi bilan, to'g'rirog'i tinchlik bitimi imzolanishi bilan Ukrainaga qaytishga majbur. Buni Kiyev uchun halokatli tomoni shundaki, Ukraina Yevropadan qaytib borgan fuqarolarini birortasiga ish ham, ijtimoiy yordam ham bera olmaydi. Bu degani yaqinda Ukrainada yangi yirik inqiroz boshlanadi degan gapdir. Endi Trumpni Xitoyga yo'llagan navbatdagi tahdidiga to'xtalamiz. Wall Street Journal agentligining xabar berishicha, 7 aprel kuni Trump Xitoyni Oq uyga javobidan keyin jiddiy tahdid bilan Pekinga murojaat yo'lladi. Trumpga ko'ra, Xitoy o'zini Amerika Qo'shma Shtatlari mahsulotlari uchun oshirgan 34% boj miqdorini zudlik bilan yo'q qilmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy mahsulotlariga 34 emas 50% boj miqdorini oshiradi. Shuningdek, Trump Xitoy bilan olib borilayotgan barcha muzokaralarni 9 aprel kunidan bekor qilishini bildirgan. Bir so'z bilan aytganda, Trump Pekinga 9 aprel kuniga qadar vaqt bergan. Agar Xitoy 9 aprelgacha Qo'shma Shtatlar uchun oshirgan bojlarni bekor qilmasa, u holda ikki davlat o'rtasida o'ta ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelishi aniq. Eslatib o'tamiz, 7 aprel kuni Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Trumpga bojlarni qisman olib tashlash bo'yicha murojaat yo'lladi. Ursulaning taklifiga ko'ra, Trump Yevropa kompaniyalarini avtomobil va sanoat mahsulotlari uchun oshirgan bojini bekor qilish kerak. Yevropa Ittifoqi esa buning uchun Trumpga u so'ragan sohada boj miqdorini Trump qanday xohlasa shunday qisqartirishga va'da beradi. Buning uchun esa Trump Yevropa kompaniyalarini avtomobil va sanoat
sanoat mahsulotlariga joriy qilgan bojlarini olib tashlash kerak bo'ladi. Washington Post agentligiga ko'ra, Trump haliyam o'zini halokatli bojlarini Qo'shma Shtatlar g'aznaxonasiga yirik miqdorda pul olib kelishiga ishonmoqda. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.